Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar va bizani obunachilar va bizani kanalga mehmonlar. Hozir biza sizlarga Jack o'rtog'im bilan birgalikda mana bu Avtomaster shina montajini qanaqa qilib ishlatishni ko'rib chiqamiz birgalikda. Uning uchun bizga mana bunaqa 22 diskalarimiz keladi. Shu 22 diskada ko'rsatib sizlarga bir qator tushuntirib o'tamiz. Xo'p, qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta laykni bosib qo'yasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, biz ketdi, shina montajni qanaqa ishlatishni ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi o'chirit buni havosini chiqaramiz. O'sha odatdagi havosini chiqarib, uni yonini siqib olamiz. Orqa tomonini qisib oldik, endi oldi tomoni. Shunaqa diska katta bo'lib, bortda kichkina balonlar bo'lsa, shunaqa 3-4 ta joyidan ketma-ketlikda qisib olasizlar, bittada chiqmaydi. Sababi bortda qattiq buni. Hozir diskamizning oldi va orqa qismlarini siqib oldik. Bu shina montajimizning ustunli tarafi, buni o'zini podyomi bor, ko'tarish lifti. Liftini ustiga chiqarib, maxsus pedal bilan jihozlangan, pedal orqali ko'tarsanglar bo'ladi. Va u roliklar bilan jihozlangan. Bu roliklari balonni yurg'izish uchun juda qulay. O'zi yuradi. Mana diskamizni ham hozir qotirib oldik. Faqat bu yerda bitta narsa, bu diskamizni ko'rsating. Nima deydi? Bortib chiqqan joyi ekan. Ko'pchilik ustalarimiz past joyiga nastroyka qilishadi, o'tkani past joyiga nastroyka qilib turib, mana bu joyini esdan chiqarib qo'yishadi. Bu joyi ishib chiqqan, bortib chiqqan. Bu diskani hozir agar shina montaj qiladigan bo'lsanglar, bu joyini yirtib, qirib qo'yadi. Shuning uchun bu diskamizni orqasidan shina montaj qilinadi. Orqasidan shina montaj qilish uchun buning uchun maxsus mana обычный shina montajimizga kerak bo'ladi, orqasidan qo'yib shina montaj qilish uchun. Shuning uchun hozir bu diskamizni olib, o'rniga mana bu diskamizni shina montaj qilib ko'rsatamiz. Yollarni hozir siqib olamiz. Bu diskani ikkita joyidan siqsanglar o'zi yetadi. Ochiladi.
ehtiyot bo'lasizlar, bu sosokini oldidan o'zi siqish kerak emas. Datchili sosoklar bo'lsa bu sindiradi datchini. Shuning uchun sosokdan qochirib siqish kerak. Buni ham ikki yog'ini siqib oldik. Buni o'rnatamiz. Uni maxsus fiksator bilan qotiramiz. Diskamizni ham qotirib oldik. Endi buni razbartovka qilamiz, ya'ni shinani diskadan ajratamiz. Hop, endi diskani chetini yana ezib chiqamiz. Maxsus o'zini lopatkasi bor. Bu joystik orqali shu lopatkasi regulirovka qilinadi. Fiksatsiya qilamiz, pastga tushiramiz. Bu pedalda aylantiramiz. Past joyiga, past to'shkasiga olib kelib, shu joydan boshlab sekin siqamiz. Hammasini yezib, hammasini bosib oldik. Endi utkani o'rnatamiz. O'rnatib oldik. Endi bez montirovka hozir smaski. Endi buni orqaga yotqizamiz. Orqaga yotqizib, va bu maxsus lopatkamizni olib endi pastga yotqizamiz. Bu endi shinani tegidan ishlash uchun ishlatamiz. O'yna. Hop, mana shunaqa maxsus o'zini oynachasi bor. Ko'rsatib bo'ladi, ko'rinadi. Oynani mana shu joyga o'rnatib, tegidan bo'layotgan holatda ko'rsangiz bo'ladi, ya'ni ishlayotgan odamga tegidan kuzatish uchun qulay. Qilib oyna bilan jihozlangan. Hop, endi buni paketchani chiqaramiz. Paketchani chiqarish uchun
Bu yerdan keling. Xo'p. Mana bu lopatkamizni shu diska bilan bir xil qilib regulirovka qilib olishimiz kerak. Ya'ni diskani oldiga qo'yish kerak. Diska bilan zazori почти minimum bo'lishi kerak. Shu lopatkasini o'rnatib olamiz. Shunaqa qilib. Bu yerda maxsus oyna orqali mana oynani ham ko'rsating. Oynada mana ko'rinib turibdi. Oynani o'zida. Mana rakursimdan ko'rinyaptimi? Mana. Shuni endi ko'taramiz. Pakrishkani ikkinchi tarafini chiqaramiz. Mana pakrishkamizni ham diskamizdan ajratib oldik. Endi buni yana qaytib taqishni ko'rsatamiz. Hurmatli bizning kuzatuvchilar, hozir mana balonimizni diskadan ajratib oldik. Endi hozir apparatimizning bitta funksiyasi mana qaranglar. Mana bu utkasi. Mana shu utkasi mana bu yerda orqada knopkasi bor. O'sha knopka orqali oldinga chiqadi. Mana hozir bosamiz. Где-то 5 sm orqaga oldiga kiradi. Buni bosib tursanglar itaradi, qo'yib yuborsanglar orqaga tortadi. Bu hozir orqa tarafini, diskani ikkinchi tarafini chiqarayotganingizda sizlarga kerak bo'ladigan funksiya. Xo'p, endi pakrishkani taqishni ko'rsatamiz. Hozir diskaga taqamiz. Pakrishkani olamiz, uni chetini yana smaska qilamiz. Bunaqa maxsus smaskalarimiz ham bor, отдельно sotuvda. Kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. O'zi maxsus mana balonlarni chetiga surish uchun mo'ljallangan. Bunga endi ozgina suv qo'shib yuborsanglar, ozgina yumshaydi. Biz endi o'zini ishlatamiz. Tufli bilan oq ko'ylakda ishlaydigan usta. Mana hozir balonimizning chetini ham smaska qilib oldik. Endi qaranglar, men jaydarichasiga taqaman, apparatni ishlatib, ko'rsatib, fantaziyalar qilmayman. O'zimizdan jaydaricha taqish, ya'ni bir yoq tarafini. Shunday olamiz. Shunday qilib bu apparatda qo'yib nimadirlar qilmaymiz. Velosipedni qaytadan kashf qilmaymiz, bo'ldi. Eng oson, eng tez yo'li shu. Endi nima qilamiz? Endi bu apparatimizni mana bu lopatkasini hali orqaga qiluvdik, endi yana tepaga turg'izamiz. O'tsa. Bitta qo'lda bu topilib tepaga turg'izamiz. Topilib yana qaytadan bloklaymiz. İkinci kolumuzu alalım. İkinci kolumuzu alalım. Böyle o'rnatamiz. Bunu sekin aylantiramiz. Shinamizni ham taqib oldik. Endi bunga havo olamiz. O'zini maxsus podkachkasi bor. Elektronli, sifrovoy.
2 daqiqa. Hozir ustalar buni yangi balon qo'yishsa yoki qanaqadir yomon ishlarni qilishgan bo'lsa, bunga 3-4 urib proverka, ya'ni tekshirishadi. Sizlar ham bemalol qo'rqmasdan 3-4 ursanglar bo'ladi. Izolatni burayotganda ham ancha havosi chiqib ketib qoladi. Mana hozir 4 ga yaqin urdik. Zalatigini o'rnatamiz. Evet. Shunaqa qilib diskamizni ham, balonimizni ham diskaga taqib oldik. Shu tarzda shinamontajni qilsanglar bo'ladi bu apparat yordamida. Buni qilib bo'lganingizdan keyin yana shu rezbani bo'shatasiz. Buni ozgina pastga itarib, buni buraysiz. Yana maxsus lift orqali diskani ko'tarib yerga tushirib olasiz. Mana 17 diskamizni ham oq ko'ynakda hech qanaqa dog' qilmagan holda, buncha kuch sarflamagan holda shinamontaj qildik. Bu ishimizga Avtomaster brendidagi 5225-425S shinamontajimizga yordam berdi. Shunaqa oson, qulay instrumentlar kerak bo'lsa, Avtomasterga kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari shu aytganimizdek smaskalari, zalatni buriydiganlar, gruzik toshlar, bunaqa balansirovkalar, ekranli balansirovka, mana bu sensori bor, hozir bu yerda paketga o'rab qo'yilgan ekan, zashta qilib sensorli, ya'ni 3 ta o'lchamni avtomatik kirgizadigan. Undan keyin Avtomaster brendida bu ham sensorli 3 ta parametr hammasini avtomat o'zi kirgizadigan balansirovkalarimiz bor. Bu yerda mana ya'ni tishli shinamontajlarimizni 26 diskagacha oladigan. Xullas, vulkanizatsiya sohasida qanaqa instrument kerak bo'lsa, hammasi Avtomasterda, nalichada, ya'ni skladimizda mavjud. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarni hammanglarni Avtomasterda kutib qolamiz. Keyingi videolarimizda nimalarni ishlatib ko'rsataylik, o'shalarni izohlarda yozib qoldirsanglar, imkon qadar harakat qilib o'shalarni ham obzor qilib ishlatishlarini tushuntirib beramiz. Joninglar sog' bo'lsa, hammanglarni Avtomasterda kutib qolamiz.